Moskva bo'ylab eng arzon telefonlarni bugun hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Moskva metro Avtozavodskaya 3-vextdan chiqqanda Buvnoy sentr ichida Abu Saxiy do'koni bor, bilmaganlar uchun. Agarda ushbu do'kondan arzonroq do'kon Moskva bo'ylab topsangiz yoki ko'rib qolsangiz, 2000 rubl bonus beriladi. Ya'ni ushbu do'kondan arzon do'kon Moskva bo'ylab yo'q. Birinchi bo'lib iPhone qatoridan boshlaymiz. Ko'rib turgan variantlaringiz beushniy telefonlar hisoblanadi. Hammasi ishlatilgan, narxlari ko'rib turganingizdek. Istasangiz videoni pauza qilib ko'rib olishingiz mumkin. iPhone XR narxi 18900 rubldan tanlov juda ham ko'p. iPhone 12 Pro Max hamda iPhone 12 hammasi beushniy ishlatilgan, sostoyaniya bizda har doim ideal. Bu telefonlarni bir ko'rishda siz iPhone 16 deb o'ylashingiz aniq, lekin bular iPhone 16 korpusidagi XR telefonlari. Bular hech qanday original emas yoki lyuks kopiya yoki восстановленный telefonlar emas, bular original XR telefonlari. iPhone 13 Pro Max hamda 13 Pro'lar 53900 rubldan 49900 rubldan. 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro Max narxlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa yangi korobka telefonlarimiz iPhone 16 Pro Max hamda iPhone 16 15 Pro. Eng qizig'i shundaki, hali sotuvda kamayib ketgan iPhone 13 telefoni ham bizda albatta yangisi topiladi. Apple kompaniyasiga oid bo'lgan har xil gadjetlar hamda telefonlar bizda albatta doim bo'ladi. Planshetlar ham albatta, iPadlar ham bor. Apple kompaniyasining original Air Max hamda AirPods'lari. 20900 rubldan AirPods Pro. Buni ham aytib o'tishim muhim. Abu Saxiy tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu naushniklarimizda 6 tadan mikrofon bor. Ya'ni bu sizga nima beradi? Aloqani sifatlilashtiradi hamda suhbatdoshingiz bilan suhbatingizni yanada yaxshiroq qiladi. Bundan tashqari bizda Android telefonlari ham bor, planshetlar, aksessuarlar, gadjetlar hammasi bizda bor. Apple notebooklariga kelsak, MacBook M1, M2, M3, M4 barchasi bor. Agarda bizni qo'limizda nalichida qolmagan bo'lsa, siz istagan markani bir hafta ichida yetkazib olib kelib beramiz. Telefonlar uchun barcha aksessuarlar, chexollar, stiklozashitnik hammasi bizda bor. Tanlov esa juda ham ko'p. Narxlar bilan yana ham to'liqroq tanishib chiqish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki barcha narxlar bizda Telegram kanaliga joylab boriladi. Aytgancha bizda igrovoy monobloklar ham bor. Bu monobloklar Core i5 protsessorida ishlaydi, Windows 10. Eng qizig'i shundaki, bularni shunaqangi ixcham qilib ishlab chiqarilgan, mishka, klaviatura va ekrandan boshqa hech narsa yo'q. Bemalol ko'tarib yursangiz ham bo'ladi. Kino ixlosmandlari uchun mana qangi kinoproyektorlar olib kelib qo'yganmiz, sifatiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Narxlar atigi 6900 rubldan. Televizor olgandan ko'ra ancha yaxshi. Android telefonlarining narxi bilan bundan keyingi videoda tanishib chiqamiz.